Assalomu alaykum detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya Amerika yozuvchisi, ko'plab detektiv asarlar muallifi Jack Ritchie qalamiga mansub. Tarjimon Shavkat Yodgorov. Raqamlar. Yigitlar aniq adashdi. Ular Harley Pendletonni o'g'irladik deb o'ylashgan edi. U bilan tashqi ko'rinishimizda o'xshashlik bor-ku, faqat u Pendleton Ayrson firmasining sohibi. Men esa uning oddiy xizmatchisiman. Hammasi dushanba kuni choshgohga yaqin janob Pendleton xona eshigini qiya ochib, qabulxonaga ko'z tashlashidan boshlangan edi. Bu yerda u faqat bir kishini, ya'ni kaminani ko'rdi. U menga mashinasi kalitini uloqtirib, odatiy gapni takrorladi. Wilber, mashinamga yoqilg'i quyib, moyini va damini tekshirib qo'y. Kechqurun meditsionlarnikiga borishim kerak. Vaqtimiz ziq. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Kalitni ilib olib, so'ng paltoyimni yelkamga tashlab pastga tushdim. Avtomobillar turar joyidagi Pendleton degan yozuv jumlayi jahonga bu ulovning kimga tegishli ekanini bildirib turar edi. Xo'jayinning Linkolniga yaqinlashdim. Eshik qulufiga kalit tiqishga ham ulgurmadim. Shundoq yonimga to'xtagan havorang sedandan ikki yigit otilib tushib, ko'z ochib yumguncha meni mashinaga tiqib jo'nab qolishdi. To'xtanglar, nimalar bo'lyapti? Bu odam o'g'irlashmi? Xuddi shunday, janob. Adashdinglar, yigitlar. Mening ismim Wilber Crawford. Tushunishimcha, sizlar janob Pendletonni o'g'irlamoqchi bo'lgansiz. O'chir ovozingni. Men yana gap boshlamoqchi edim, lekin biqinimga tushgan tepkidan so'ng taqdirga tan berib qo'ya qoldim. O'rindiqlar orasidagi polda yotgan odamga har qanday yo'l uzoq tuyular ekan. Mashina shinalarini shildiratib mayda shag'al to'kilgan yo'lda to'xtagunga qadar chamamda 2 soatcha vaqt o'tdi. Meni o'g'irlagan yigitlarning o'zaro suhbatidan bilganim, haydovchining ismi Max, mening ustimga minib olgan barzanginiki esa Clarence ekan. Nihoyat u meni oyoqlari ostidan xalos qilib, "Tush, yetib keldik" dedi. Biz qandaydir fermaga tutashqaribgina bir uy oldida edik. Ular bilan mushtlashib ko'rmoqchi ham bo'ldim, lekin Clarence qo'limni shartta qayirib uyga olib kirdi. Ichkarida men yana vaziyatga oydinlik kiritishga urindim. Men Wilber Crawfordman. Hech qanaqa Pendleton emasman. Firmada ishlayman, lekin uning egasi boshqa odam. Yo'g'e, o'lay agar ishondim. U meni ikkinchi qavatga sudrab chiqib, torgina xonaga qamab qo'ydi. Yakka-yu yagona darchasidan ham panjara urilgan xonada yolg'iz qoldim. Bular ishni oldindan pishitgani ko'rinib turibdi. Uy oldidagi mashina e'tiborimni tortdi. Balki uni ham o'g'irlashgandir. Unday bo'lmasa kerak. O'g'irlangan mashinada buning ustiga garovga olingan odam bilan 2 soat yo'l bosish, mashina bu bedavolarning biriga tegishli ekani aniq. Kallamga bir fikr keldi. Har ehtimolga qarshi uning raqamini eslab qolish kerak. Xonani qarab chiqar ekanman, poldagi ventilyatsiya panjarasiga ko'zim tushdi. Emaklab borib undan pastga qaradim. Birinchi qavatda mehmonxonada Max va Clarence televizorda mahalliy yangiliklar dasturini ko'rib o'tirishgan ekan. Bugun Pendleton Ayrson zavodi xodimlaridan biri Wilber Crawford noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning tasdiqlashicha, jinoyatchilar so'nggi rusumdagi havorang sedanda bo'lishgan. Masofa uzoq bo'lgani sababli ular avtomobil raqamini ko'rishga ulgurishmagan. Politsiya jinoyatchilar Crawfordni firma prezidenti Harley Pendleton bilan adashtirishgan degan taxminda. Clarence so'kinganicha o'rnidan irg'ib turib ketdi. Zinadan qadam tovushlari eshitilardi. U eshikni lang ochib, ko'zini loq qilgancha menga bir muddat tikilib turdi. Sen rostdan ham Harley Pendleton emasmisan? Aytuvdim-ku sizlarga. Bundan chiqdi sen uchun 1 sent ham ola olmaymizmi? Aytuvdim-ku sizlarga. Ko'rib turibsiz-ku, endi meni qo'yib yuborarsiz? Nega endi seni qo'yib yuborishimiz kerak? Damim ichimga tushib ketdi. Nima qilib bo'lsa ham vaqtni cho'zish kerak. Umuman olganda sizlarga foydam tegishi mumkin. Urinib ko'rishga arziydi. Pendletonga xat jo'natib, men uchun badal puli so'rang. Nima, u sen uchun 200 ming to'laydi deb o'ylaysanmi? Oddiy bir xodim uchun-a? To'lamay ko'rsin-chi? Gazetachilardan qo'rqadi u. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Agar u meni qismat quchog'iga tashlab qo'ysa, nimalar deb yozishmaydi ular? Pendleton hayvondan battar ekan deb shov-shuv ko'tarishmaydimi? Unga shu kerakmi? Agar shu arzimagan 200 mingni to'lasa, odamlar uni qahramonga chiqarib qo'yishadi. Buni Pendleton tushunmaydi deysizmi? Gapingda jon borga o'xshaydi lekin. Jon holatda uning gapini tasdiqlay boshladim. Hada, butun Amerika uning motorli chanalarini sotib olishni boshlaydi. U ishlab chiqarishni kengaytiradi. Qarabsizki, pul daryo bo'lib oqib kelaveradi. Bo'pti, ko'p aljirama. U meni pastga olib tushib, qo'limga bir varrak qog'oz va sharikli ruchka tutqazdi.
Aytib turaman, yoz. Ular men uchun 200 ming dollar talab qilishmoqda. Pulni bankdagi yopiq hisob raqamga o'tkazing. Muddat 1 hafta. Men xatni konvertga joylab, jo'natiladigan manzilni yozdim. Clarence yozganlarimga bir qurt nazar tashlab, konvertni cho'ntagiga tiqdi. Keyin meni yana ikkinchi qavatdagi xonaga qarab qo'ydi. Endi o'ldirib yubormasliklariga umid qilsam bo'ladi. Hafta kunlari juda imillab o'tar edi. Payshanbaga kelib, xat yetib bordimikan deb xavotirga tusha boshladi. Kunduzgi soat 2larda darchadan qarab turib, nariroqda tizilib to'xtagan avtomobillarga ko'zim tushdi. Ulardan tushgan odamlar dala bo'ylab yugurib ferma tomonga sezdirmay kela boshlashdi. Men hech narsadan bexabar televizor tomosha qilib o'tirgan Clarence va Maxni ventilyatsiya teshigidan kuzatib turdim. Politsiya xonaga bostirib kirganida g'aflatda qolgan jinoyatchilar qarshiliksiz taslim bo'lib qo'ya qolishdi. Pastga tushganimda nima bo'lganiga hali ham aqli yetmay turgan Clarence baland ovozda politsiya boshlig'idan so'radi. Bizni qanday topdinglar? Xat jo'natilgan konvertdan. Pochta indeksi noto'g'ri yozilgani uchun xat bir muddat ushlanib qolgan. Indeks o'rniga telba teskari raqamlar yozilgan ekan. O'ylab qoldik, balki janob Crawford bizga nimanidir aytmoqchi bo'layotgandir. Masalan, mashina raqamini. Shunaqa bo'lib chiqdi. Tekshirib ko'rganimizda havo rangsidan kimga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Qaysi kalla bilan mashinamning raqami yozilgan xatni jo'natdik? Junurgur raqamlar mashinaniki ekanligini men qayoqdan bilay? Ishxonada meni qahramonday kutib olishdi. Dushanba kuni xonasi eshigini ochib qabulxonaga ko'z tashlagan janob Pendleton menga yana mashinasini kaltini uloqtirib dedi. Wilber, mashinamga yoqilg'i quyib, moyini va damini tekshirib qo'y. Kechqurun Madisonlarnikiga borishim kerak. Vaqtimiz iqroq. Bu safar meni hech kim o'g'irlamadi. Detektiv Audio Adolat Milliy huquqiy axborot markazi multimedia bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ovozlashtirish guruhi Surayyo Ablaqulova, Avazxon G'ofurov, Erkin Yunusov, Xurshid Sultonov, Dadajon Foziljonov.